Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan birgalikda bo'g'irsoq pishirdik. Endi bu bo'g'irsoqlarimizni solib qo'yish uchun hozir sizlar bilan birgalikda yana savatcha pishirmoqchiman. Savatcha yana bu, ya'ni bu korzinka. Hozir birgalikda pishiramiz. Videolarimni ko'rishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir birgalikda boshlaymiz. Mana hurmatli obunachilar, savatcha pishirig'imizga ketadigan masalliqlar. Mana bu 250 ml sut, keyin 75 gram sariq yog', slichniy maslo. Mana shidroletadan soldim 75 gram. Keyin 1 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq uchida tuz, 2 ta tuxum, bitta sarig'ini olib qo'yaman surtishga. 2 choy qoshiqda dro'j. Keyin unni xamirni yumshoq bo'lib bo'lguncha solib qilinadi. Xamir qoriladi. Mana hurmatli obunachilar, hammasini solib oldim. 250 ml sut, 1 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz, 75 gram anaqani soldim. Slichniy yog'ni soldim. Endi tuxum solamiz. Tuxumni bittasini oqini olib qolaman. Anaqa sarig'ini olib qolaman. Mana oqini xamirga solamiz. Mana sarig'ini ustiga surish uchun olib qo'ydim. Mana ikkinchisi. Bu ikkinchi tuxum. 2 ta tuxum, lekin bitta sarig'ini olib qo'yaman. Endi 2 choy qoshiqda dro'ji mana. 1 choy qoshiq. Mana ikkinchisi. 2 choy qoshiq dro'j solamiz. Endi hammasini aralashtirib, mana bu sarig'ini olib qo'ydim ustiga surishga. Endi hammasini aralashtirib xamir qilamiz. bir soatga sindirishga qo'yamiz. Bu dro'jasi achitadi, achiylikni yutadi, ketini qo'shmaymiz. Mana hurmatli obunachilar, yumshoqroq xamir bo'ladi. Juda ham qattiq, juda ham yumshoq bo'lmasi kerak. O'rtancha bo'ladi. Mana xamirimizni endi 1 soatga olib qo'yamiz, tindirib. Bu ham achiydi, 1 soat, 1,5 soatda achiydi. Mana keyin buni ham pishirib olamiz. Issiq joyga olib qo'yamiz achitishga. Ustini yopib olib qo'yaman. 1 soat, 1,5 soatdan keyin pishiramiz. Mana hurmatli obunachilar, savatchamizni xamiri achibdi, o'yli bo'lib. Uzun tasmadan kesib olamiz bundan.
Endi idishimni qozoncham, kichkina qozoncha edi bu. Qozonchamni bundoq qilib farga bilan uroldim. Qozoncha bu. Endi buni yog'lab olaman. Xamir yopishib qolmasligi uchun yog'lab olamiz. Qilib chiqdim. Endi buni yegamiz. Solamiz. Shunday qilib uzun bo'lgan joyini kesib olaman. Bunday qo'yganga turish uchun yopishtirib tekslab qo'yish kerak. Endi buni bundoq qilib salatimizni to'kib chiqamiz. Ustidan, ichidan o'tkazib yaxshilab bosib qo'yamiz. Endi keyingisini ustidan ko'rinmayapti. To'g'ri qildim shekilli. Endi keyingisini ham bundoq ustidan o'tkazamiz. Tagidan ekan. Tagidan o'tkazib mana obunachilar shundoq chiqdi. Endi uchlarini kesib olamiz. Bunimizga endi sarig'ini surtib olaman. Savatim uncha chiroyli bo'lmadi. Qo'limdan kelgancha. Pişiramiz bunu ko'rpaga. Endi buni yana qolgan bezagini qilamiz. Qozonchani og'zini shu moslashtirib hurmatli obunachilar, savatchamizni ham pishirib oldim. Mana chiroyli bo'lib chiqdi. Qozonchani ichiga qildim. Necha chiroyli bo'lmasa ham qo'limdan kelgancha qildim. Bu savatchamiz xamir anaqadan bo'lgan, boya qildik, oshirma xamirdan bo'ldi. Drojli testadan. Bunga keyin mana bu anaqalarini pishirib oldim. Boyni qopqog'iga moslashtirib, buni ustiga qo'yamiz. Mana
ustiga qo'yib, mana bu zubachistka bilan qistirib chiqaman. Mana ko'ryapsizmi? Bunday qilib chiqib chiqamiz. Qochib ketmasligi uchun. Ko'p kerak emas. 3-4 ta joydan qistirib qo'ysak bo'ldi. Mana 2 ta. 3 ta joydan qistirib oldim. Endi keyin mana ki ruchkasini ham qilganman. Ruchkani ham hozir qistirib olamiz. Ko'rlik bilan dasturxonga bezab qo'yishim uchun pishirdim. Hurmatli obunachilar. Mana shunday. Mana qaydan Bulchkani xamiridan qilsanglar ham bo'ladi. Bulchka faqat juda yumshoq bo'lmasligi kerak, ham qattiq ham bo'lmasligi kerak, o'rtacha. Mana obunachilar, savatchamiz bo'ldi. Yeyiladigan savatcha mana. Mana joyini kesib yuborman ko'balar. Mana. Endi unga boya pishirgan mana bu bo'g'irsoqimizni, 2 ta bo'g'irsoq, bittasi drojjevый, bittasi bezdrojjevый bo'g'irsoqni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Koyamiz. Odam yeyiladigan gulchalardan mana ichiga qo'yib qo'yaman. Chiroyli bo'lib turadi. Konditorskiy narsalar sotadigan magazinda sotar ekan. Olgandim shundan. Mana hurmatli obunachilar, korzinkamiz tayyor bo'ldi. Mana korzinkamiz ichiga bo'g'irsoq. Bo'g'irsoqli korzinkamiz tayyor bo'ldi. Hammalarga yoqimli ishtaha, sizlar ham qilib ko'ringlar. Mana hurmatli obunachilar, savatchamiz tayyor bo'ldi. Savatchani ichi to'la bo'g'irsoq. Buni sizlar bilan bugun birgalikda pishirdik. Hammaga yoqimli ishtaha. Shu bilan keyingi videoga ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.